Demek burada da var mı yapacak? Asitali. Asitali ve bir akşam para mı? Peki daha bak daha önce görelim bir kişi yapacak. Tabii bunu alacak. Abi bakımlar kullansın. Dişler mi? Dişler kıvırlı abi bakım. Üçte de. Soru var, not var. Soru. Doğru. Soru abi bakım. Bu şu bu pet şampiyon yaptığınızda Pet bulardan keyin adremin temperaturidan o'tmaydi, impuls. Keyin ustidan chiqadi, lekin adremin temperaturidan o'tmagan uchun pet bular birinchi ishlab öyle zaman görüyor. Araksızman yok ya çok para ediyor ki. Kursuz konuşan dakikada. Reyazda böyle durumlar şikir şekilde böyle kursuz değilse katör şekilde böyle. Ne zaman böyle? Segment uzyaş böyle. Bir baştan boşun şirkette pek kişiye karşı gelir. Kanunlara oraya karşı gelir. Evet kişiye karşı gelir. Abi bunlar kadar bir işlerden alırlardı. Devlet oralar buna böyle yaptı. Güzel yaptı. Radikal böyle yaptı. Abi bunlar kadar git yaptı. Bu iş şansı iki ortak şey böyle yaptı. Üçüncü var mı? Bu üçüncü şansı iki ortak şey. Nasıl? İşi ana bırakıyorum da ilk başta işin yerini Konkret arabalarından mı ettik böyle olmadı? Ve buradan gol suyu getirdim. Şive gidip yaptım. Sonra işimi yapıyorum. Ve bana taş koyalım. Bunlar da böyle sadece seni süpüradık yerde işime de taş koyalım. Bana taş koyalım. Üçüncü işime de koyalım. Yok ama sen onu araba arkadaşın söyleyeceğim. Bunlar tahsil burada artmayalar var. Doğru mu zaten? Tahsil artmayı marka, burada artmayalar bir marka. Değil mi burada? Hayatımda sinir bir takkardiye, parasma takkardiye. Berbeda juga takkardiye. Apa pula kira-kira bermasalah kerasnya, bermasalah kuliah. Jadi berada artinya apa yang mereka? Sinir bir takkardiye, abi kullanırlar. Apa pula kira-kira ini? Sinir bir takkardiye. Sinir takkardiye, apa pula dalam üçüncüler arası kırpacak. Ve kurursuz bormaçı onlardan. Sinüsler kare dedik. Sinüsünün 18 numaralar ve sinüsünün çok taşıyor. Petşen yok değil mi? O şu ortada bir şey takılıyor. Zaten biraz arasında bir grubu var.
Sinüsli tahkali ardıl tushunchamiz bormi? Lekin endi qanaqa o'zgarish bo'ladi? Sinüsli tahkaliya. Lekin sinüsli bo'ladi, faqat error oralig'lar qisqaradi. Demek, tarifte degan so'z demek, ritmning yo'qligi yoki ritmning ommatlashib ekanligini anglatadi. So'z ketadi. Tarifte degan so'z demek, bizlarga ko'ramiz, to'rtta shaklga bo'lib ya'ni narval sinusuritim, sinus radikali, sinus tahkali, sinus laritmi. Va barcha shakllar yozilgan. Demek, 6 ta guruh bo'lganmiz. To'rttasini biz yuqorida ko'rdik. Normal sinusuritim bilan endi bu yerda ko'ramiz sinus yuqori nima bor va sinus yuqori to'qnashuvlar bo'lmagan rastada. Barchasi demak, rasional tekrarlar, yurak o'tkazuvchan sistemasini bilamiz. Sinus suyuq qayerda, avod suyuq qayerda, gipsdan qayerda, qanday ishlab chiqaradi, qanday anatomiyasini bilamiz, fiziologiyasini. Tam asta, tepada sinus. Demak, sinus suyuq to'g'ri. Sinus suyuq bir minutda 60-90 yil ishlab chiqaradi va uni 3 ta trakt bo'ladi, to'g'rimi? Vaqtdan beka vaqt oladi, to'g'rimi? To'g'ri demak, chap bo'lmashlar bo'ladi. Va bo'lmachalarni qisqaradi va buni tezlik avtomobil. Avtomobil demak, impulslar bo'ldi, yerda fiziologik saqlanish bo'ldi va shuni hisobiga pik interval bir-biridan sal uzagan bo'ladi. Va shunga ketyapti, diskga qarab ketyapti. Disk ikkita o'z navbatda o'z oyoqchaga bo'ladi, oldiga orqa va avtomobilimiz 40-60 ta ushlab chiqaradi, gipslarimiz 20 ta ushlab va qurgan sonlarimiz demak bular 10 ta 15 taga demak ushlab chiqaradi. Demak, sinusni tahkaliga qaraydigan bo'lsak, petishamiz bor. Error oralari bir xil. Faqat error kishilar bir-biriga yaqin. Error oralari bir-biriga yaqin. Va yurak qisqarish soni demak 3 ta katta hisoblasak bo'ladi. Ya'ni mana biz anaqa qo'yib, bir yerda ozgina qolyapti, bir yerda yana ozgina. Ikkitaga 3 ta. Demak, ular 300 bo'lamiz, 3 to'g'rimi? 25 mm suyuq yo'limiz demak, 300 bo'lamiz, 3 demak, yurak qisqarish soni demak, bundan 100 ta bo'ladi. Demek biz bemorluğuna bordik, ikiye koyduk ve ikiye gelmekten sinüs tahkalileri saçısını koyduk da ikiye de. Bizler bemorluğun birinci oranını ne kadarımız? Birinci oranını sıfatı bemor. Kocaman bakışımız mümkün. Evet, doğru. Ciddi geliştirebiliriz. Ne yapalım? Göre başta son normal kaytarışımız gerek. Ular boramiz, qo'mbosini birinchi o'lchab ko'ramiz va bemordan so'raymiz. Ularning qani harorat yuqori bo'lganiga tahkaliga kelib chiqadi. Ko'p mashq qilganiga tahkaliga kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Yoki sistema qo'mbosini yuqori bo'lganligi uchun demak tahkaliga kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ular demak kelib chiqish sababini aniqlaymiz va biz o'sha narsani bartaraf qilamiz. Agar bartaraf bo'lmasa, ya'ni bemor tishlattirish, havo almashtirish, oyoqdagi issiq payqalishga qo'yish usullar bilan ya'ni yoki deraza vagusini bozlash orqali qo'yishimiz mumkin. Agar bo'lmagan bo'lsa, demak bu qismda bitta plakatni tabletga berishimiz mumkin. Bitta plakatni misol uchun berishimiz mumkin. Reseptol tabletkasini berishimiz mumkin yoki atenol tabletkasi. Eng yaxshi effekt beradigan o'sha ikki tablet hisoblanadi. Va ikkinchi ko'ryapmiz, bu yerda yurak qisqarish soni demak 100 ta petishamiz bor, faqat error oralari bir-biriga yaqin. Barcha farqlar demek hammasi normal shaklda kelyapti. Patologiya yo'q. Demak, sinus radikal beradi. Bunda ko'ryapmiz, petishamiz bor. Error oralari muntazam bir xil va lekin bir-biridan uzoq ekan. 2, 3, 4, 5, 6 parametrlar 6 ta bo'ladi. Demak, yurak 50 ta qisqaryapti bir minutda. Demek bradikardiya holatlar o'z qancha kelib chiqadi? Sinus bradikardiya yo'q, bradikardiya holatlari. Sportchilarda fiziologik bo'ladi.
Hayotimizda eng ko'p uchraydigan holatlar qaysi? Radikal yo'lda bitta ko'p uchraydi. Isko'rda ishlaganlar biladi. Ana shu hisobdami? Demak, qana harorat yuqori bo'lgan vaqtda bu gazroz gol qorasi tushib ketadi. To'g'rimi? Yurak saratonini kamayadi. Mana shu hisobga radikal qon bosimi tushadi. Yo'q, qon bosimi yuqori emas, o'rta holatda bo'lgan vaqtda bu yuqori gazrozga gol quyib bo'lgan vaqtimizda demak qon bosimi tushadi. Radikal yo'lga chiqadi. Onkologik kasalliklarda demak biz radikal yo'lda juda ko'p ko'ramiz. Biz birinchi o'rinda yurak saratonini yengib chiqarish, radikal yo'llardan birinchi o'rinda Adlarni ko'p qilamiz. Ular qanaqa usullar qilsak bo'ladi? Atrofin. Sabr? Atrofin. 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 Keyinroq bo'ladi. Burada atrofin qilsak bo'ladi. Glukozni tushirib qilsak bo'ladi. Dekes qilishimiz kerak. Chiqmaymiz dekesga. Birinchi javoblarimiz dekes javoblarimiz. Keyin atrofin bilan. Adrenalin qachon yurak qisqarsa soni 40 dan kam bo'lgan holatlarda biz adrenalin qilamiz. Lekin ungacha biz dekes birinchi o'rinda. Ustiga kortizol metodini qo'shishimiz kerak. Atrofin qo'shishimiz kerak. Yoki BNC yoki mushakarachi farqi yo'q, lekin nutqa vaqtlar BNC deb aytishimiz kerak. Va qo'shimcha ravishda glukoza qo'shishimiz mumkin. Yoki natriy bor qo'yishimiz mumkin. Juda ko'p usullar bor. Yurak saratonini 38 ta bo'lyapti. Er oralida. Ular holatlarida narval bo'lyapti. Demak, test arteriyalarga qaraganda demak bunda ketib ko'radi, er oralida qanday oralida bo'lyapti. Buni masofasi necha bo'lishi kerakmi? Er oralida 0,7. 0,7'de. Demek ki borgan sari kattalasib ketyapti, er oralida. Muntazam bo'lyapti. Va arteriyalardan necha guruh bo'ladi arteriyalar? Bizda arteriyalar yo'lni aniq yurakga o'xshatganlar emas, kimlar anaqa. Eng uzun va eng kichkinasini sonini topib, ikkovini o'rtasini topamiz. O'zbekiston bemorlik qanday tekshirish usullarini tavsiya beradi? Arteriya holatida. Qanday qilib bizdagi o'yinga birinchi o'rinda qoldi va keyingi o'rinda yana qanday qilishimiz kerak? Antarktik coğrafyasal destek oranı yoki betmalardan beramiz arteriyalarni. Yo'q, bilib, nimadan yuradi? Anasini topib. Test yordam shifokor sifatida doğru. Sizni aloqalashishni shunaqa qilsa elektrokardiografiya bor. Bu to'xtatdan tekshiruvlar yo'q. Amiyadaro. Kardoro biz Dolar kaçırdı. Anne doğru destek hatalı. Nasıl sigorta policy'ni aldı. Ve görüyoruz. Seçişarlısı tarafşakları uzak koyuyor. Renk çıkıyor. Pulmonar. Pulmonar kasallıkları şu kafalarını diyen kasallıkları var. Pulmonarning o'qish kasalliklar qo'shilgan. Bu böyle o'zbeklarda pauza bo'lyapti. Nima sababdan pauza bo'lyapti? Impuls hosil bo'lib o'tadi. Sen impuls hosil Bu kechga. Bo'lib avtomobil o'tmayapti. Agar avtomobil o'tmasa hecham bo'lmasi kerak. Sinusdan impuls chiqarish kerak. Kechga. Voy sizda to'liq amal bo'lmaydi, chiqarib
Çünkü bir ishlab chiqaryapti, sinus impuls bir ishlab chiqarmayapti. Shuning uchun bizlar aniq naqlolmaymiz ham. Pauza bo'lgan shunga taqqoslasak bo'ladi ham, to'g'rilasak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz aniq narasini. Petishamiz bor, petishi yo'q, petishi bor, petishi yo'q. Va o'rtada katta pauza bo'ladi va yurak tez yuradi va sekin bo'ladi. Va o'rtada katta bir 4-5 sekundlik o'rtada pauza bo'ladi va yuragimiz ham tezlashib ketadi. Ha bir şekilde bu holatda ko'rsak, bemorga nima tavsiya beramiz? Qanaqa birinchi o'rinda sifatida nima qilamiz bemorga? Patent qilamiz, nima qilamiz? Yurak tez yuradi, yana pauza bo'ladi. Tez yuradi, pauza bo'ladi. Biz bartaraf qilishimiz kerak. Bartaraf qilmasak nima bo'ladi? O'zimizcha askariyat qilib ketadi. Yurak glikogenlar bezamaydi. Yaxshi qisqarish. Eğer konuşmak nima bo'ladi? O'zimizcha askariyat bemorni ushlab qolishni qiyin bo'lib qoladi. Bunlar yavrular yavrularda yapacağım. Etiğe sınırlarında çünkü bilamiz kabul etkenliğe. Avrupa'da bırakılır fakat nasıl yaptın? Çünkü durumunu da yaptı. Neden? Bir tane yürek kontrolü yaptı. Beş kaçtı. Demek yavrular birinci derecede demek yürekte yürek kompleksi şu portada görmüyoruz. İki gibi. Ve Avrupa'da iki derece kompleksi burada tabi böyle yapıyoruz. Piku intervalı buradan uzayıp ve öte yürek kompleksi şu portada yapıyoruz. Demek şu da burada bir şey yaptı Avrupa'da kompleksi burada. Ve kompleksi ikide demek iki derecede demek buraya piku uzayıp endi ikkita bizda yurak kompleksi tushib qoladi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish ko'radiganimiz yo'q. Va avvalgida 3-chi darajada ko'ryapmiz. Bu yerda bo'lmachamiz bilan xorijamiz xohlagan qilganligi uchun bizlar bu yerda petishamiz ko'proq ko'ryapmiz. Nechta petisha bor bu yerda? 6ta. Bu yer petişe ruh var ya. Hani gede petişe var dik görmüyor mu ya? İşte, dörtte, beşte, altıda, yedide, sekizde, dokuzda. Demek Gorbaçov'un ve Koracan toplayan ekstragenliği için bizler bir de petişeni kurtuluyoruz. Bizler petişenliğine göre bir petişenliğine şimdi var. Avrupalarda bo'lib qo'yib degan faqat petishamiz bo'ladi degan yurak kompleksiya bilan bo'lmaydi.